Sizga xiyonat qilib yurgan insonni yana qayta hayotingizga qabul qilish bu eng katta xatolardan bittasi. Men sizga tushuntiraman. Xiyonat shunchaki tasodifan bo'lmaydi. Xiyonat u insonni tabiatida borligi uchun qiladi. Bittasiga qanoat qilmaydi-da, ikkinchisiga yuguradi. Unisiga qanoat qilmaydi, yana boshqasiga yuguradi. Bu davomiy. Tabiatida bor insonni tarbiyalash qiyin. Kechirishingiz mumkin, lekin yana qayta hayotingizga qabul qilib, o'zingizga yana zulm qilgan bo'lasiz. Agar hozir shu holatda bo'lsangiz, u insonni kechirib hayotingizga qabul qilsangiz, yana xiyonat qilishiga tayyor turing. Yana xiyonat qilishiga rozi bo'ling. Mana shu narsani his qilib, u insonlarni yana qabul qiling.